Assalomu alaykum. YouTube kanalida bizni kuzatib turgan aziz obunachilarimiz, xudo xolasa 4 kg 3 оборот alyumin отмоткalik darabilkamiz. Hozir bitta yurgizib sinab ko'ramiz. To'klarimiz 230 da turibdi. 18 ta tishi bor. Oldiga setkasini qo'yib qo'yganmiz. Bahaylik 18 ta tishi bor. Har doimgidek 4 kg 3 оборот alyumin отмоткamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Qolaversa bularimizni misliylari bor. 4 kg 3 оборотdan bo'ladi uchinchisi. Unisini ham O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Hozir bir qator yurgizib ishlatib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. Yurib bo'lgandan keyin. Ha. Davay. Hop chiqargan mahsulotlarimiz mana somonni oldik, setga qo'yib qo'yganmiz oldiga. Bemalol qo'yadigan darajada. Sizlarga to'planib qolmaydi, tiqilib qolmaydi, xudo xolasa darabilkamiz. Kimga mana shunaqangi darabilkalarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqib qolasizlar. Pastga nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Kanalimizda kuzatib turgan obunachilarimiz, xudo xolasa bugun Andijon Marhamat tumani O'xsidamiz. Universal darabilkamiz olib kelganmiz. 4 kg 3 оборот misat o'tkalik. Dastavkalar ichida 3,5 million so'mda. Mardayni o'zini chiqarib ko'ryapsiz. Qator. To'ki biz 196 200 atrofida turibdi ekan, xudo xolasa bir qator hozir chiqargan narsalarni ochib ko'ramiz. Hop mana xudo xolasa chiqarganini bir qator ochib ko'ramiz. Bu endi mardayli makkani mana shunda chiqarasiz. Agar donni o'zi bo'lsa, nari mayin setga chiqaraverasiz. Mardayi to'planib setga yopishib qoladi mana unisi. Donni o'zi bo'lsa, mayin setga chiqarsangiz un qilib yoradi. Endi mashina agar yana maydalamasa, mashina Pastga nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Kimga shunaqangi darabilkalarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib qo'yasizlar.